Mana sel yana tobora kattalashmoqda. Boya sizlarga ko'rsatgan uyning ichidan nurdan bitta kobaltni og'izib ketdi. Boshqalarning yarimi o'ynadi. Maktablarga chiqib ketdi. Mana uyning egasi xudoylab o'tiribdi, buning uyigacha ham chiqdi suv. Biz tepadan kuzatib o'tiribmiz. Xudo ko'rsatmasin bunday narsani. Lekin mana ko'rsatib o'tiribdi. Mana o'g'ildan mana boshqanama shu yerdan kobalt olib ketdi hozir. Kobalt. Yangi kobalt ekan. Mana uyigacha chiqib ketdi mana. Bizning mashinalar hamon bu yerda qoldi hamon. Bizga ham yo'l yo'q. Mana keladigan mana yo'limizni qurib ketdi. Mana suv ko'rilib ketdi. Uyning oldidan o'tishimiz kerak edi. Atboy. Mana 3 ta mashina qoldi shu yerda. Birinchisi Mordan, Haydar aka, Bekzod. Sharmanda bo'ldi. Bizga yo'l yo'q endi. Mana uyning oldiga suv oshgan yo'q edi. Endi mana oshib boshladi urib. Shunchalar dahshat kelyapti, naborot ko'payib ketyapti kamayishning o'rniga. Mana kamiga yana osmondan mana keldi, yana qop qora bo'ldi mana. Jola qaranglar. Selarat mahalla ko'rib o'tirsizlarmi o'z bu o'tovning ustida nima bo'layotganini?